sizga boshlayın lan. Assalomu alaykum hurmatli chorvalar mutaxassislari, veterinariya mutaxassislari. Mana biz Samarqand davlat veterinariya meditsinasi chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining professori, men Baxtiyor Bakirovman, veterinariya fanlari doktori. Bizning yili shogirdimiz bu Azamatjonning ilmiy ishlari rejasida Qoraqalpog'iston Respublikasi veterinariya boshqarmasining bizga bo'lgan taklifi asosida mana shu bugun mazkur chorva fermasida o'zimizning faoliyatimizni davom ettiryapmiz. Ya'ni bu faoliyat ushbu fermadagi barcha qoramollar, sigir, tana, g'unajin, buzoqlarda qanday muammolar bosqichlarligi bo'yicha, mahsuldorligi bo'yicha va pushtorligi bo'yicha bugungi kunda qanday muammolar bor? Bu muammolarning asosiy sabablari nimalardan iborat? Va ushbu sabablarni bartaraf etib, muammolarga qarshi kurashishda biz ilm ahli, amaliyot ahli, veterinariya sohasi rahbariyati qanday chora-tadbirlarni amalga oshirishimiz kerak degan savol atrofida bugun hammamiz shu yerda jamlanib turibmiz. Mana bu hozirgi biz tadqiqotlarni olib kuzatayotgan fermamizda mana shu zotli qoramollar saqlash sharoitlari, oziqlantirish sharoitlari keladigan bo'lsak, albatta yozning issiq sharoitlariga, fermaning yozgi holatining ham biroz muammo borligi ko'rinib turibdi. Ya'ni ichkarida havo juda issiq, shamol kamroq. Ya'ni buni buk deyiladi. Buni ilm tilida aytsa juda ko'p gap bo'lib ketadi. Masalan, temperatura o'lcha yo'q. Buni biz o'zimiz his qilib turibmizki, tashqaridagi shamol yaxshi sharoitdan ko'ra ichkarida issiqligi, namlikning yuqoriligi sezilib turibdi. Ikkinchidan, mana shu chorva mollarimizning hammasi aksariyat holatlarda bir joyda saqlanishi aniq bo'ldi. Ya'ni bularda faol harakat, ya'ni aktiv motsionning deyarli yo'qligining guvohi bo'lib turibmiz. Mana shu sog'in sigirlar, har qanday sog'in sigir o'rtacha eng kamida bir kunda 3 kilometrda faol harakat olish kerak. Masalan, 1,5 kilometr borib, 1,5 kilometr. Mana shu narsa bizda hozir shu fermamizda muammoligicha qolib turganiga guvoh bo'lib turibmiz. Endi undan tashqari mana molning gavdasi juda katta, tana vazni og'ir, to'g'ri, chetdan kelgan mol, zotdir mol aslida shunday bo'ladi. Bunday hayvonlarga tagidagi beton pol, ya'ni tag joyidagi beton bo'lishi, shilta bo'lishi o'z vaqtida bu tozalanib turmasligi, shiltaning to'planishiga, navozning to'planishiga, o'sha molning gavdali og'ir gavdasi bilan oyoqning pastki qismidagi qon tomirlarining harakatini susayib va shishning paydo bo'lishiga, tuyoq atrofining qizarishiga va oxir oqibatda ikkilamchi infeksiyalarga shart-sharoit yaratib berishiga mana shu yerda shart-sharoit kuzatilib turibdi. Shuning uchun kelajakda biz agar bugun mana saqlash sharoitlarini tahlil qilsak, oziqlantirish sharoitlarini qaytadan tahlil qilsak, parvarishlash sharoitlarini tahlil qilsak, undan tashqari hayvonning to'liq 100% dispanserlash rejimi deyiladi. Dispanserlash rejimida negizida ularni klinik tekshirishlardan to'liq o'tkazib, klinik tekshirish, ya'ni umumiy holati, teri qoplamasi, yurak va qon tomir tizimining holati, mana hozir yurakni tekshiryapti. Bizning yosh assistentimiz yurakni pulsini tekshiryapti, yurakni tekshiryapti. Nafas tizimini tekshirsak, undan keyin ovqat hazm qilish tizimida hozir ruminatsiyani aniqladi katta qorindan va oxir oqibat asosiy e'tiborni ikki narsaga beramiz. Undan birinchisi jigarning holati, ya'ni kattalashganligi, uning og'riq sezishi, undan keyingisi tuyoqlarning holatiga e'tibor beramiz. Shu molni, mana shu fermadagi mavjud qoramollarni bir boshidan yoppasiga shunday umumiy ko'rik, klinik tekshirishlarni o'tkazib olib, undan olingan bu birishni har 10 ta moldan bittasidan qon olamiz. Qon namunalarini laboratoriyada kerakli ko'rsatkichlarga tekshiramiz. Olingan klinik hamda gematolog ko'rsatkichlar natijasini, molxonaning holatini, oziqlantirish sharoitini, ekspluatatsiya sharoitini ularni olib to'liq bir tahlil qilib, mutaxassislarning e'tiboriga beramiz. Bu yerda nimani tahlil qilishimiz mumkin? Demak,
hayvonda aksariyatida asosiy patologiya nima? Demak, patologiya oyoq kasalligimi? Jigar kasalligimi? Ayniqsa bularga olib keladigan asosiy patologiya modda almashinuv buzilishlari. Ana shunday tahlil aniq bo'lgandan keyin, demak, modda almashinuv buzilishi bo'lsa, qaysi turi ko'p buzildi? Nima tadbir o'tkazamiz? Oyoq kasalliklari bo'lsa, bu asosiy ustuvor kasallik turi nima? Metabolizm oqibatida kelib chiqqan kasallikmi yoki mikrobakteriya oqibatida kelib chiqqan kasallikmi? Bunga qanday chora ko'rishimiz kerak? Jigar kasallari bo'ladigan bo'lsa, jigarda demak, toksik gepatodistrofiyami yoki metabolizm oqibatida kelgan metabolik gepatodistrofia, bularga alohida qanday chora ko'ramiz? Ana shunday tadbirlar ishlab chiqilib, Qoraqalpog'iston Respublikasi veterinariya boshqarmasi bilan birgalikda bu tadbirlarni ishlab chiqib, shu fermaga avval, keyin Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha boshqa fermalarga shu asosda joriy qiladigan bo'lsak, ishimizning samarasi ham mutaxassislarga, ham chorvadorlarga, qolaversa bevosita chorva hayvonlarining o'zining sog'lig'iga ijobiy o'zining samarasini beradi. Bundan nafaqat ferma, nafaqat amaliyot, 24 ta bizning ilm fanimiz ham bir qadam olg'a siljiydi, ilm fanimiz. Mana shu ilm fandan siljish natijalarini boshqa ferma, boshqa tumanlarga, respublikaning boshqa viloyatlarga tatbiq etadigan bo'lsak, chorva mollarimizning semizligining ijobiy o'zgarishlari, sut mahsulotlari bo'yicha ijobiy o'zgarishlar va qishloqlik bo'yicha ijobiy o'zgarishlar bo'lishi muqarrar. Muqarrar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hozir nima qilyapti? Jigar. Sizga mana hozir Salohiddin Asqarov fandoskop bergan. Fandoskop. Salohiddin Asqarov mana jigarning holatini ko'rib beryapti. Birinchi bosqichda chap qo'l bilan 4 ta panja bilan jigar oxirgi qovurg'a orqaga chiqqanmi yo'qmi? Shashmang. yo'q. Shashmang. Nargismi? Chiqqanmi yo'qmi? Xo'sh. Demak, agar chiqqan bo'lsa, jigar qo'lga tegadi. Tegakka yo'qmi Salohiddin? Tegakka shashmang. Tegakka yo'q. Ikkinchi bosqich injigarda og'riqni aniqlaymiz. Mana og'riq o'ng qo'l bilan qovurg'alar orasidan. Xo'sh, chuqur botiq palpatsiya. Bunda mol bezovtalanadi, jigar og'risa. Navbatdagi qovurg'a oralig'iga chuqurroq palpatsiya, keyingisiga nargisiga yana chuqurroq palpatsiya. Bo'ldi. Bu molning jigari sog'lom. Oxirgi ko'rsatish tuyoqlarning holati. Kelamiz tuyoqlarga siz keling. Mana tuyoqlarning holatini aniqlashda avval o'ng oldingi tuyoq, chap qo'l bilan to'g'ri ushlab ko'ramiz tuyoq jiyagini. Hop. Oldini yana qisib ushlab ko'ramiz. Bezotalanish bor. Chap oyoqni o'ng qo'l bilan tezlatamiz. Chap oyoqni o'ng qo'l bilan asta salab boramiz. Bezotalanish bor. Demak, bu sigirimizda oldingi oyoqlarida tuyoq patologiyasi boshlangan tuyoq patologiyasi. Bungacha bir 3-4 sigirda ko'rdik. Ancha rivojlanayotganini ham ko'rdik. Demak, tuyoq patologiyasi bilan bir 25-30% bo'ladigan bo'lsa, jigar patologiyasi bilan bir 25-30% molda ko'rilyapti. Umuman olganda, demak, hayvonning sog'lig'i to'g'risida biz bugun fermani oxirigacha tekshiradigan bo'lsak, kerakli xulosani bera olamiz. Kerakli tavsiya, kerakli xulosa, uni tatbiq etadigan bo'lsak, boya aytganimdek, ijobiy samara muqarrar, ilmiy samara muqarrar. E'tiboringizni so'rayman.